Bergen. Bul Allah Taala bergen bir talant eкен da bu. Başka biröge barıp şagird düşüp үйrөнгөн emasmın belki. Allah Taala berip ünüm menen Allah Taala bergençe, Allah kadırga kılgança aytıp keltabız. Allahümme şükür. Урматтуу кыргыз элем, кийинки биздин сурообуз Kahraman bizim bir tuğanımızga, assalamu alaikum bir tuğanım, Allah razı olgun bolsun bizge şu bizim emebizge, efirbizge makul bolup, biz menen koşo emek kılганыңа. Senin dağı hazır kança parаны жаттап парадансың да, kim sebepker bolup kaldı bu dersege? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la kuvvete lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Avvalan barcha mo'min musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Menda shunday sabab bo'lgan, avvalambor qora akamiz, eshitgandirsizlar, Ko'rqori degan qora akamiz bo'lgan. Shu odamni biz ta'lim olganmiz, inshaalloh yoshligimizdan shu bizga ham ota-onamiz sababchi bo'lgan. Shu qora akamizda ta'lim olib, inshaalloh bir 5 boriga harakat qilib o'qiganmiz. Undan keyin bizda ham har xil muammolar bo'lib, shu dunyoviy, oilaviy degandek ishlar bo'lib to'xtab qolgan. Hozir inshaalloh mana qora akamiz bo'lib turib, shu qora akamizdan ancha-muncha dars olib turamiz ilmdan. İnşallah qora akamiz aytgandek, har bitta ish shu sahar bomdoddan keyin, bomdoddan oldin degandek, bomdoddan keyin shu Allohdan so'rab namoz o'qib bo'lganimizdan keyin bomdod namozini, shu ishroq namozini kutib, ishroq namozini o'qib yaxshi niyatlar qilamiz inshaalloh. Alloh taolo shu kungacha mana o'zi panohida asrayapti inshaalloh va o'zi bizga hidoyat beryapti inshaalloh. Alloh taolo hamisha hammalarimizga shunday hidoyatlarni nasib qilsin inshaalloh. Hamma Qirg'iziston elimizga inshaalloh shu ilmda martabasi ulug' bo'lib inshaalloh mana ko'p qorilar chiqyapti. Alloh taolo martabalarini ulug' qilib, hamisha dunyoda oldingi saflardan bo'lib dunyoga tanishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men бере турган кыска суроолорум бар. Кыска жооп берүүгө аракет кылабыз. Мындай да кары 30 парадасыз. Азыркы адамдарда көп интернет тармактарында, Facebook тарактарында угуп атам. Сакалчандардан дейт, сүнөт кийингендерден дейт, жанагы хижап кийинген катын аялдардан дейт, жолук салынган аялдардан качан кутулабыз деп ушундай каршы чыккандар болуп атат да. Ушуга сиздин оюңуз кандай? Булардан качан кутулабыз дейт. Сакал койгондар. Сакал койгондордон дейт, хижабын узун кийгендерден дейт. Анан ошолордон качан кутулабыз дейт. Анан bu moldalardan kaçan kutlavuz deyip, men Facebook'tardan eme şok kılıp olgam. Moldalardan kaçan kutlavuz, şular güygüzdü o deyip de. Anam bularga kanday, bu şunday süylep olatkanlarga bularga Allah Talaktan azabı bolağı je kanday bir eme bolağı kırsıkday boluş керек bu nersegeçi dinge karşı çıkanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis-i şeriflerde keltiriladi. Ümmetimden bir taife haktı üstüde batıl ahli bilen, yani nohaq bo'lgan insonlar bilan qiyomatga qadar kurashadi deydi. Va ana shu toifani Alloh taolo o'zi agarcha u qavm oz bo'lsa ham haq yo'lda ustida bo'lganlar. Alloh taolo u botil ahlidan g'olib qilib turadi o'zi deydi. Endi bu mana shu botil ahliga keladigan bo'lsak, bularning o'sha avval nasl nasabida, avvalgi o'sha mushrik Quraysh qabilasidagi g'ayri dinlarga nasl nasabi taqalganligi uchun, zotida kufr kelganligi uchun baribir bularda qonida shu kufr bo'lganligi uchun ota-onasiga tortib din ahliga doim o'zini adovatini izhor qilib kelishadi.